Assalomu alaykum o'rta podpishchilar, xudo xolasa. Dang'arada Zamondosh ko'chasida yana bitta xonadonga montaj ishlarini boshladik. Mana bu yerda xum hisobida kalodes qilingan. Tagi keng, tepasi ingichka bo'lib chiqqan. Xumga o'xshab tepasini bekitib yuborilgan. Mana plasmas yuzli chiqarib qo'ygan ekan. Yuzdan mana ikkita po'lat o't bilan to'g'irlab olib, uyda pastki qismidan olib kirib ketyapmiz. Turbalarimiz plastirin firmaniki. E'tibor bering, mana tushib kelishlari o'sha 45 graduslar bilan suv bemalol kelyapti. Mana bu xonamizdan trassa hisobida foydalanyapmiz. 2-3 metrlik bilan 6 metr yoqqa o'tib, mana bu yerda ikkita hammom bo'lyapti. Mana kirishimiz bilan eshik tagida bu yerda rakvina bo'ladi. Mana o'rtasi devor bo'ladi. Chunki reka tortib, rekaga biz to'g'irlab qo'ydik, чтобы stechga quyganda toshli bo'lishi uchun. Mana oyoq tagida trap bo'lyapti. Mana bu yerda unitaz bo'lyapti. Narigi burchakda dush bo'lyapti. Oyoq tagiga bunday uzun trap qo'yiladi. Endi mana burilyapti sekin, mana burilishini ham qarang. Ikkita 45 graduslik bilan burib mana tepaga chiqyapti. Bu yerda ham unitaz bo'ladi, narigi xonadan kirgani. Oyoq tagida mana trap bo'lyapti. Mana bu yerda ro'parada rakvina bo'lyapti. Bu yog'ida dushga kanalizatsiya va ham uzun trap bo'ladi. Mana devorda eshikda ochiladi. Narigi xonadan dostуп bo'ladi bu tomonga kirgani. Plastin turbalarini ishlatdik. Mana shundoq xizmatlar bo'lsa bemalol Sviyazda biz Dubay birima telefon qilsalar 24/7 xizmatdamiz. Hammaning ishiga omad, salomat bo'linglar. Mana shundoq qum bilan ustiga to'kib chiqib, taylari bilan trambobka qilib, mana ko'rinyaptimi? Trambobka qilib, to'lka qum bilan. Chunki bu teshilib qolmasligi kerak edi, kanalizatsiya. Mana shu holatda qum bilan to'ldirib chiqilyapti. Atrofini keyin preslanib, tekizlanib, buni ustidan keyin issiq suv, sovuq suvlar yurg'izamiz, xudo xolasa.